So'nggi yillarda mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish va fuqarolarni tadbirkorlikka keng jalb etish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Har bir hudud kesimida joylardagi muammolardan kelib chiqqan holda mahallabay tizimi asosida manzilli yordam ko'rsatish, aholining turmush darajasini yaxshilash, ishsiz va kam ta'minlangan oilalarga yangi imkoniyatlar yaratish yangi bosqichga ko'tarildi. Navoiy shahri va Navbahor tumanida ham ushbu islohotlarning amaldagi natijasi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Buni ayniqsa Hayot, Qizilrabot va Paxtakor mahallalari misolida yaqindan ko'rish mumkin. Quyida ushbu hududlarda amalga oshirilgan ishlar, yaratilgan imkoniyatlar va o'z mehnati orqali hayotini o'zgartirgan fuqarolar misolida keng yoritiladi. 2025-yil 1-yanvar holatiga, demak bizda 13.250 ta oila, 62.000 aholi kambag'allik reyestrida ro'yxatda turardi. Mana bugun 11 oylik shu jarayonda bugungi kunga kelib bizda 5.600 ta oila, 22.000 aholi qoldi. Demak biz 1-noyabr holatida kambag'allik darajasi viloyatimizda 2% tashkil etyapti. Buning uchun birinchi navbatda biz eng avvalo rahbar va ularning o'rinbosarlariga 5 tadan kambag'al oilalarni bo'lib berib, oyma-oy nazorat olib borildi. Buning natijasi ham bo'ldi. Bundan keyin iqtisodiy kompleksga eng og'ir 25 ta mahallani, kambag'allik yuqori bo'lgan mahallani bo'lib berdik. Mana shu iqtisodiy kompleksdagi vakillarimiz ham o'sha mahallada yurib, o'sha kambag'al xonadonlardagi ishsiz fuqarolarni ishga qo'yish, bundan tashqari ta'lim yo'nalishida, ijtimoiy yo'nalishda, tibbiyot yo'nalishida ishlarni olib bordi. Bundan tashqari yashash sharoitlari yo'nalishida ham ishlar tashkillashtirildi. Mana shuni natijasi keyin undan tashqari bizda 300 milliarddan ziyodroq imtiyozli kreditlar berildi. Bu asosan asbob-uskunalar, keyin mana chorvachilik yo'nalishida, kichik ishlab chiqarish sexlari yo'nalishida, boshqa yo'nalishlarda mana shu bu ham ancha yordam berdi. Biz birinchi navbatda o'sha kambag'al xonadonlardagi imtiyozli kreditga talabdi. Undan keyin mana xonadoniga issiqxona qilmoqchi bo'lgan talabni o'rganib olib, manzilli nomma-nom ishlarni olib bordik. Mana shu natijasi, buni ham natijasi bugungi kunda bo'ldi. Bundan tashqari mana mikro loyihalarimiz bor. Mikro loyihalarimizda ham 14.5 mingdan ziyodroq mikro loyihalarimiz bo'ldi. Buni 300 milliarddan ziyodroq imtiyozli kreditlar ishlatildi. Buning natijasida ham ish o'rinlari yaratildi. Mana shu tikuv sexida ham 25 dan ziyod kambag'al xonadonlardagi ishsizlar yerga kelib ishlab daromadini topyapti. Xuddi shu kambag'allik reyestriga kirish ehtimoli bor fuqarolarimiz bilan, xonadonlarimiz bilan, oilalarimiz bilan ishlayapmiz. Uni ham ro'yxatini shakllantiryapmiz. 2026-yilda mana shu biz manzilli kambag'allik reyestriga tushish ehtimoli yuqori bo'lgan xonadonlar bilan ishlarni tashkil etamiz. Navoiy shahrining Hayot mahallasida istiqomat qiluvchi Husnigul Sharipova va Shahnoza Norbutayeva bir vaqtlar kambag'allik reyestriga kiritilgan edi. Turmush sharoiti og'ir bo'lgani sabab ularning oilaviy daromadi yetarli emas, ish bilan ta'minlanish imkoniyatlari cheklangan edi. Biroq keyingi 2 yil ichida amalga oshirilgan tizimli ishlar tufayli bu oilalarning hayoti keskin o'zgardi. Mahalla faollari bandlikka ko'maklash markazi tomonidan o'tkazilgan o'rganishlardan so'ng ularga kerakli yordam turlari manzilli shaklda taqdim etildi. Shuning natijasida har 2 fuqaro ishga joylashdi, oilaviy daromad barqarorlashdi va ular kambag'allik reyestridan chiqarildi. Husnigul ham, Shahnoza ham bugun davlat va mahalladagi rahbarlar ko'magidan minnatdor ekanini ta'kidlashadi. Mahalla tarafidan hokim yordamchisi ishga joylashtirib yordam qildilar. Xo'jayinim kredit oldilar, imtiyozli kredit olib chorva qildik uyda, chorvachilik bilan shug'ullanyapmiz. Undan tashqari oilaga daromad keltiryapman. Oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotiga ishga kirdim. Hozirda yordamchi tarbiyachi bo'lib ishlayapman. Daromad kirgizyapman. Oyligim yaxshi, o'zim mamnunman, bolajonlarni yaxshi ko'raman. Ishlashda orzu qilganman, Xudoga shukr, ishimni yaxshi ko'raman, shu sohada ishlayapman. Hayot mahallasida yashaymiz. Kambag'allar reyestrida turaman. Hokim yordamchisi tashkilotni ishga joylashtirdi. Shu yerda o'zim oshpaz bo'lib ishlayapman. Bolajonlarimizga shirin shakar ovqatlar qilib,
beryapman. Bolajonlarim xursand, o'zim ham xursandman. Oilaviy sharoitimiz ancha yaxshilandi, Xudoga shukr. Hokim yordamchisiga, mahallalarga rahmat. Xo'jayinim ishsizda, xo'jayinimga kredit ajratildi. Sartaroshlik bilan shug'ullanyapti. Ro'zg'orga ancha foydasi tegyapti. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Shunday sharoitlarni yaratib bergani uchun. Mana shunday yordamlar tufayli biz kambag'allik reyestridan chiqdik. Sharoitimiz yaxshilandi. Navoiy shahrida oxirgi paytlarda oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari keng yo'lga qo'yildi. Bu nafaqat bolalar tarbiyasi, balki xotin-qizlarning bandligini ta'minlashda ham muhim omilga aylandi. Natijada yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Bolalar bilan ishlashni va pedagogik faoliyatni yuragi bilan yaxshi ko'radigan salohiyatli kadrlar uchun bu ayni muddao bo'ldi. Biz bolajonlar bilan birinchi navbatda bolani rivojlanishi, ularga bo'lgan mehr muhabbatimizni uyg'otishimiz kerak. Bolaning tilini bilsak, bola bilan biz so'z kirisha olamiz. Har bir ota-ona o'zini farzandini yetuk inson bo'lib yetishishi uchun birinchi ilk qadamini bog'chadan boshlaydi. Bog'cha degani biz bilamiz, yoshligimizdan o'zimiz ilm olgan joyimiz bog'cha. Bog'chadan keyin keyingi yo'nalishlarimiz maktab yo'nalishiga borib taqaladi. Xususiy bog'chamizda mana shu bog'chada o'zim tarbiyachi sohasida ishlayman. Har bitta bolani kelishi, ularning kayfiyatini ko'tarish, ularga bo'lgan mehr muhabbatimizni uyg'otishimiz kerak. Bolajonlarimizni bog'chaga kelishlariga, ularning salohiyatiga, ruhiyatiga qarab, kayfiyatiga qarab qabul qilib olamiz. Biz avvalambor yurtboshimiz Mirzayev Shavkat Miromonovichga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tadbirkorlarimizga katta kreditlar ajratganliklari uchun bizda mutaxassislar o'zimizni bog'chalarimizda o'z faoliyatimizni yurityapmiz. Ish bilan bizning bandligimiz ta'minlanyapti. Biz ham ertalabdan yaxshi kayfiyatda shu bog'chaga kelishga harakat qilamiz. Biz kelajak avlod ta'lim tarbiyasiga bolajonlarimizga o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Navoiy shahrida istiqomat qiluvchi Alijon Ahmedovning hayoti ham yaqqol ibrat bo'larli. Bir paytlar turmush qiyinchiliklar tufayli oilasi ko'plab muammolarga duch kelgan. Ming bir tashvish, yetarli daromadning yo'qligi, bolalar ta'minotidagi qiyinchiliklar uning oilasida jiddiy muammolarni yuzaga keltirgan. Biroq Alijon aka o'zini yo'qotmadi. Uning yoshligida egallagan hunari velosiped ta'mirlash bo'lib, shu kasb unga yangi imkoniyat eshigini ochdi. Davlat tomonidan berilgan zarur asbob-uskunalar, kichik biznesni boshlash uchun moddiy ko'mak hamda imtiyozli kredit Alijon Ahmedovning hayotini tubdan o'zgartirdi. Bugun u o'z xususiy ustaxonasida doimiy ishlaydi. Oilasiga barqaror daromad keltirmoqda va kambag'allik reyestridan chiqarilgan. 50 ga kirolman. Shu yoshgacha mana velosiped ustamani ta'minlab kelolman. Kambag'allik reyestrida turamiz. Shu safarda men mahallaga murojaat qilib, yaqinda 17 million kredit chiqarib, mana shunday zapchast tovarlarni olib kelib, ish faoliyatimni yana kengaytirdim. Hokimning yordamchilari kelib, mana hovlilarni remont qilib, kredit masalasi, uylarni remont qilish, mana daraxt, ko'chatlar ekib yordamlashib kelyapti. Turmushim yaxshi. Davlatimiz tomonidan berilgan ko'makka biz xursandmiz. Navbahor tumani Qorajon mahallasida istiqomat qilib kelayotgan Tuyg'unoy Jumayeva oilasi bir vaqtlar kambag'allik reyestriga kiritilgan edi. Turmush sharoiti og'ir, daromad yetarli emas, sharoitlari hamin qadar edi. Biroq mahalla faollari va sektor rahbarlarining doimiy e'tibori tufayli oilaga quyidagi yordamlar manzilli shaklda ko'rsatildi. Tadbirkorlikni boshlash uchun maslahat, zarur jihozlar ajratilishi, daromadli ishga yo'naltirish natijasida Tuyg'unoy Jumayeva bugun non va non mahsulotlari tayyorlab xalqimiz dasturxoniga yetkazib, tadbirkor sifatida faoliyat yuritmoqda. Oilaviy sharoitimiz ozroq kelishmaganligi sababli kambag'allik reyestri oilasiga tushib mana qildik, ancha yordam berib biz shu natijalarga erishdik. O'zimizdan bir ko'nglimiz tusagan narsani ola bilishga sharoitimiz bo'lmaganda. Endi o'zim tikuvchilik qilaydim, lekin yosh bolam bilan uni ham qilolmaganman-da. Turmush o'rtog'im fermada ishlaydi. Endi bu ferma oilaga kam yetmaydi. Kimdadir shu tandir qo'yib tadbirkorlik qiling deb mana qilgan maslahat berib, shuning bilan shu ishla boshlab ketdik. Hokim yordamchisi shu bizga ko'maklashib imtiyozli kreditlar ajratib, shu mablag' evaziga mana shu tandirlar o'rnatdik. Tandirda non
ko'k bilan kadadan bichak yopamiz. 100 ta bichak taxlaymiz, non 150 ta. Magazinga ham yetkazamiz, buyurtma ham asosida ishlayveramiz. Asosan esa xalqning xizmatida yetkazib beramiz xalqqa. Endi 300 imiz sof foydamiz holatda. Shu bichak qilib ishlab chiqarishga ismaloqni o'zimiz yetkazib taxlaymiz-da. Issiqxona 2 sotik. Ismaloqni ekdik, shu mavsumiy qishga ayniqsa sezoniy bichak taxlab xalqimiz dasturxonga yetkazib beryapmiz. Mamnunman, chunki shuncha natijaga erishganimga sababchilar shular bo'ldi-da. Hokim yordamchisi kredit ajratib, davlatimiz ko'magini his qilyapman, shu uchun shu natijalarga erishibmiz. Bu hududda istiqomat qiluvchi Mashhura Beknazarovaning hayoti haqiqatan ham o'zgacha e'tiborga loyiq. U yoshligidan o'qishni, pedagog bo'lishni, bolalar bilan ishlashni orzu qilgan. Ammo oilaviy sharoit va moddiy qiyinchiliklar sabab u orzusini amalga oshira olmagan. Men bu tikish qilishimdan sabab asli o'zi oilaviy sharoitimiz ota-onam uyida yaxshi bo'lmagan. Juda ham qiynalganmiz. Dadam gruppa oladi. O'qishga sharoit bo'lmagan. Apam shunaqa zo'r o'qiydi, apam o'qishga kirdi, o'sha yo'l kirasi uchun to'g'ri bera olmagan uchun apam o'qitmadi. Bitirdim, keyin tikuvchilikka bordim. 21 ming so'mdan men tikishga qatnadim. Avtobus bor edi, u pilla avtobusga boraydik, kelaydik. Keyin 2 oy qatnadim. Keyin men borganimdan keyin bir dugonam ham, o'sha hamsiya dugonam ham qatna, u 4 oy qatna. Keyin ustozim aytdi, Mashhura dedi, senda talant bor dedi, hech bo'lmasa 4 oy qatna dedi, puli mayli dedi, pulini o'taman, bundan ham kamaytirib beraman, 4 oy qatna dedi. 4 oy qatnashga sharoitimiz yo'q edi. 2 oy bir bola qilib qatnadim, uni ham tikish pulini qarz qilib o'sha oyligini berdik bir bola qilib. Shu bo'yicha uyda tikish qilib boshladim. Tikish mashinka yo'q. Bitta zakaz olaydim, keyin uni hamsiyamiz mashinaga o'taydim. Bir kun u hamsiyamiz mashina ko'tarib olib kelim, qo'l mashinka, uni tikaydik. Yana bu safar zakaz kelsa boshqa ana unikini olib kelaydi mashinka. Chunki bir kishi bermaydi dammadan mashinkasini. Turmushga chiqdim. Bitta farzandli bo'ldim. Qaynam qarab turdi. Men yana tikishga qatnadim shogirdlikka. Keyin qatnadim. Yo'qa shu 3 oy tezroq borib tikish boraydim, shu bicharim bichidimda yana tezlikda qaytib kelim. Keyin chayka oldim, pul ishlab, tikish pulimni yig'ib, abyullarni kichinachasidan oldim. Uni ham yig'ib oldim. Keyin yana shu tikishni davom ettirdim. Keyin yana pul bilan yig'ib, bu katta chokda oldim. Shunga qaramay Mashhura harakatdan to'xtamadi. U tikuvchilikni o'rgandi. Ustozlar ko'magida mahoratini oshirdi. Mahallada mahoratli tikuvchi usta sifatida tanildi. O'tgan yili mahalla tomonidan kasbiy ko'nikmalar markazida o'qib chiqdim. O'qib chiqqandan keyin o'zimiz mana 28-umumta'lim maktabida 3 oy ishladim. Tikish o'rgatdim qizlarga, bir shogirdlarim bo'ldi. Maktabga o'taman dedim. Nima, to'garak ochaman dedim. Qandaydir o'qimasang bo'lmaydi dedi. Yana men o'qishga sharoitim yo'q. O'qishimga to'g'ri kelib qoldi. Yana o'qimadim-da uyga keldim. Keyin mahallamiz buni yoqda ishlaganimni ko'rdi. Uyga kelib shuncha sharoitimni kelib ko'rdi. Sharoit bunaqa. Keyin menga tikishxona qilib sharoit taxlab berdi. Hokim yordamchisi tomonidan tikishxonam o'sha men xohlaganday, men istaganday qilib, chiroyli qilib taxlab berdi. Hozir shu yerda tikish olib boryapman. Hokim yordamchisi 30 million kredit berdi. Ushbu mablag' evaziga bizlar mol hayvonimizni taxlab oldik, qora mol oldik. Hozirda ana bolasi bor, sog'ib ichi o'tirib qishdaman bolalarim. Mashhuraning mehnati e'tiborsiz qolmadi. Davlat tomonidan xonadoni yonida zamonaviy kichik tikuvxona qurib berildi. Imtiyozli kredit ajratildi. Bugun u mahalla xotin-qizlariga ibrat bo'ladigan darajaga yetdi. Uning eng katta orzusi muvaffaqiyatlarni farzandlari kamolida ko'rish. – 2026-yilda aytganingizdek mashinkalarim yana yechmaganda 3 ta yo 4 ta bo'lsa, juda ko'pini ham so'ramayman. Ko'paysa, keyin tikuvchi degan nom orttirish uchun judalar qiynalganman-da. Men narsalar tikib sotganman vaqtida. Narsalar tikib bozor yurdim. Uyma-uy kirib yurdim. Bittaga odib, masalan, juda qiynalganman-da. Ana shu narsa tikib sotdim. Endi men kelajakda orzum men professional tikuvchi deb aytishni xohlayman. Eng orzuyim shu mashinkalarim ko'payishdan ham ko'ra eng orzuyim
ana shu mashhur professional tikuvchi yo palan joydan o'sha professional tikuvchi aytsin degan gapni judalar xohlayman. Hamma narsa tikaveraman. Chapon ham, ko'ylak ham, sinachi ham hamma narsa tikaman. Faqat ko'rdimmi, ko'rgan narsamni tikaman. Ko'proq onamga aytib yig'layman-da. Yomg'irlarda 2 sumkalab narsani olib, odamlar uyiga sotishga yurganman. Lekin mana davrim keldi, mana Xudoyimga ming shukr, odamlar meni uyimga izlab kelar. Narsa tikib bering mashhur deb. Lekin men o'sha narsamni odamlarga yurg'izdim-da. Hozir o'zlari kelar hunarlar orqasidan. Menga davlat yordam berdi. Mana mahalla hokimi menga befoiz kredit berdi. Tikishxonamni taxlab berdi. Mana o'qishimga yordam berdi. Kasbiy ko'nikmalar markaziga o'qib chiqib, o'z malakamni oshirdim va mana tikuvchi degan nom orttirdim. Mana ustoz darajasiga ham erishdim shuni orqasidan. Davlatning yordami shu bo'lsa kerak deb mana oilamga ham ozmi ko'pmi yordam berib o'tiribman. Allohimga ming shukr. Chiroyli oilalardan birimizda 2 nafar o'g'lim bor. Men bolalarimni katta o'g'limga ko'p aytaman, ham o'qi, ham hunarli bu. O'qimaganimga har zaman afsuslanib qolaman, chunki maktabda ishlaganimda savdogar keldida, ko'ylak lozim kiyib olganman. Keyin o'qituvchilar chopib chiqdi, hammasi oq kofta, qora yubkada. Shunaqa chiroyli turibdi, men bitta o'zim ayrilib o'tiribman. Lekin men ham u dars o'quvchilarim bor, qo'limda tikishdan dars o'tyapman. Men ham qizlarga doskaga chizib bir nimalar qilib o'sha yerda men o'tirolmadim. Shunchalar chiqib ketdimda, xonaga kirdimda, xonani uxladimda, onamga telefon qildim, yig'lab. Nima uchun meni o'qitmagansizlar? Tikishni azaldan kichikligimdan yaxshi ko'raman. Hobbiyimni tikishni o'zi yaxshi ko'raman, lekin ikkovini ham bajaraydim-da o'qiganim. Shuncha sharoit yaratib berdi. Prezidentimizga avvalambor ming rahmat. Mamlakatimiz bundan-da tinch bo'lsin, yuksalsin bundan-da. Granitni qayta ishlash sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda va bu eng barqaror ish o'rinlaridan biriga aylangan. Navbahor tumani Paxtakor mahallasida tashkil etilgan yirik sanoat korxonasi granit toshni qayta ishlashga ixtisoslashgan zavod. Hududdagi eng ko'p ish o'rni yaratgan korxonalardan biridir. Korxonaning faoliyati natijasida o'nlab ishsiz yoshlar, turmush qiyinchiligiga uchragan oilalar, kambag'allik reyestrida turgan fuqarolar doimiy ish bilan ta'minlandi. 2025 yil davomida shu aholimizni kambag'allikdan chiqarish hamda aholi bandligini ta'minlash maqsadida mana shu Navbahor tumani Paxtakor mahallasidan 200 dan ortiq mikroloyihalar yaratildi. Shu mikroloyihalar mana shu imtiyozli kreditlar asosida yaratilgan bo'lib, undan tashqari yirik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ham o'sha katta kreditlar asosida yirik ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirilgan. Mahallamiz hududida joylashgan xususiy korxonalar tomonidan ham mana shunday granit toshlar ishlab chiqarish yirik korxonasi ishga tushirilgan bo'lib, bugungi kunda mazkur korxonaga 2025 davomida 35 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Hozirgi kunda mana shu ko'rib turgan loyihamizni kengaytirilayotganligi sababli yana qo'shimcha 15 dan ortiq ish o'rinlariga e'lon berilgan. Bu ish o'rinlariga asosan shu tumanimiz hududida joylashgan mahallalarda ijtimoiy reyestrlarda turgan hamda o'sha kambag'al oila a'zolarini ishga joylashtirish asosiy maqsadimiz. Aholi bandligini ta'minlash maqsadida mana shu berilgan imtiyozli kreditlar asosida bizning mahallamiz 2025-yilda issiqxonachilikka ixtisoslashgan bo'lib, shu mahallamizda shu joriy yilning o'zida yangidan 85 ta issiqxonalar qurildi. Bu degani har bitta issiqxona bittadan mikroloyiha hisoblanib, o'sha har bitta mikroloyihada eng kamida o'sha xonadonda 2 nafar aholi bandligi ta'minlangan. Bundan asosiy maqsad o'sha aholi daromadini oshirish, o'sha aholi xonadonlariga, aholi nimasiga qo'shimcha daromad olib kelish. Ya'ni undan tashqari o'sha ichki bozorimizga, shu tumanimizdagi bozorlarga o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazib berish asosiy maqsadimiz. Aytish joiz, tumanning Paxtakor mahallasida tashkil etilgan yirik sanoat korxonasi hudud ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga katta turtki berdi. Yangi texnologiyalar asosida ishlayotgan korxona qisqa vaqt ichida yuzlab ish o'rinlari yaratdi. Mahalliy aholi, ayniqsa yoshlar va hunarga ega bo'lmagan fuqarolarni ish bilan ta'minladi. Joriy yilda mana shu ijtimoiy reyestrda turadigan hamda o'sha kambag'al oilalar
yer kerak tashkilotlarga hamda o'sha tumanimizda mavjud bo'lgan korxona tashkilotlarga biriktirilgan bo'lib, ular bilan hamkorlikda oila a'zolarini kasb-hunarga o'qitish hamda ularning bandligini ta'minlash bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Asosan mana shu tashkil etiladigan mikroloyihalar hamda ishlab chiqarish korxonalariga mana shu kambag'al oila a'zolarini hamda ijtimoiy reestr turgan fuqarolarni ko'proq jalb qilyapmiz. Maqsad mana shu oilalarni daromadini yanada oshirish hamda o'sha ularni xonadoniga qo'shimcha daromad olib kelish. Undan tashqari mana shu viloyatimizda mavjud mana tumanimiz hududida, shu mahallamiz hududida yangidan qurilayotgan Navoiy issiqlik elektr stansiyasining ham qurilish bo'limlari bor. Shu qurilish ishlariga ham mana shu ijtimoiy reyestrda o'sha kambag'allik ro'yxatida turgan fuqarolarni, undan boshqa o'sha bandligi ta'minlanmagan yoshlarimizni, mana migratsiyadan qaytayotgan fuqarolarimizni ko'proq jalb qilib, ularning bandligini ta'minlab kelmoqdamiz. Kambag'allikni yo'qotish faqat moddiy yordam bilan cheklanib qolmaydi. Bu yo'nalishdagi eng muhim bosqichlardan biri fuqaroning ruhiy holatini tiklash, unga ishonch bag'ishlashdir. Hayot, Paxtakor va Qorajon mahallalari misolida shuni aytish mumkinki, bugun mahalla nafaqat aholini qo'llab-quvvatlash, balki ijtimoiy hamjihatlik markazi sifatida ham xizmat qilmoqda.